Nima? Gaplashib olsak bo'ladimi? Yo'q, bo'ldi, yig'ishtir. Nima? Bo'ldi, sabrim tugadi, yig'ishtir deyapman. Qarzlaringni qaytar unda. Tushunmadim. Mendan olgan pullaringni aytyapman. Jonim, hazillashdik. Bir kun muhlat senga. Tezlashtir. Mana shuni ham shunday yozib qo'ying, qo'shib qo'ying. Ukam o'zi daftarda ham ancha bo'lib ketganda to'lasang bo'lardi. To'lab qo'yaman, aka. Yo'q, uka, oldin to'lab qo'y, keyin olasan. Kredit olib ber menga, bilasan-ku sen. Kreditni nima qilasan? To'la olmay yurasan keyin. To'layman. Nimaga kerak o'zi senga kredit? Qarzlarim bor-da. Qancha o'zi? Nima bo'ldi? To'ladingmi? Hammani to'ladim. Sendan boshqa hech kimdan qarzim qolmadi. Aniqmi? Bundan boshlab men aytganim Ha, 1-2 oyda qilib beraman, senga qilib bersam bo'ldi. Yaxshilab o'ylab ko'r, aniqmi? Unda sen ham qarzdor ekansan-da. Yo'q, uzr, o'rta bunaqa demoqchi emas edim. Tilimdan chiqib ketib qoldi. Qani edi, meni ham shunaqa to'lashga qarzlarim bo'lsa. Butun umr to'lashga ham rozi edim.